qanchaligi muhim emas. Qarzingiz bormi? Shu qarzingiz ishingizni amallab, ilgarilab ketishlikdan to'sib turadigan to'siq bo'ladi. Soddaroq qilib aytsak, qarz ishingizni orqaga tortadi. Qarz orqaga tortishligini hayotda odamlar ko'p kuzatgan. So'rab surishtirsangiz, ayrim odamlar o'sha ozmida ko'ppida qarzini uzganidan keyin ishi tezlaganligini, rivojlanganligini ko'rishgan. O'zi bor, berib qo'ya olasiz, bermaysizda. Turib tursin deysiz. Birodan $500 qarzingiz bor, falonchidan $300 qarzingiz bor, falonchidan $1000 qarzingiz bor. Yig'ishtirib kelsa 2000 ga bormaydi. Pulingiz bor. Kulyapsiz-a? Bor, uzib qo'ya olasiz, unga muhtojligingiz yo'q. Shu qarzni to'lab qo'ysiz, ko'chada qolmaysiz. Bermaysiz. Bermayapsizmi? Ishingizni orqaga qolishini ko'rib